Mana bugun Sardoba elektrika jamoasi Samarqanddagi to'yxonasida o'z faoliyatini davom ettirmoqda. 3 fazali konditsioner va rozetkalarga shit taqlayapti. Ha, charchash bo'lmayaptimi aka? Charchash kerak. Nima maza qilaman. Bunaqa shitlarda yana nechta bor? Bunda bunaqa shitlarga ko'p. Ha, shu katta to'yxonaga to'liq shitlar, elektr montajlar, mana shu svetlarga elektr quvvatini xudo xohlasa bir tekisda yetkazib berilyapti. Va monitorlarga 6 metrga 18 metr monitor 50 kilovatdan ziyod quvvat energiya sarflaydi. Mana bu yoqda ham sahnadagi elektr monitorlar bor. Ular ham anchagina quvvat sarflaydi.